g'azab zamonaviy tilda nima deyiladi? Hech ikkilanmay aytyapsizlar, nervniy. Hamma nervniy hozir. G'azab sabablari, yechimlari. Yosh bolani ko'rasiz? Shuningdek sal narsaga portlab ketadi. Sal narsaga nervi chiqib ketadi. G'azablanib ketadi. Bu o'ta xatarli ruhiy ko'rinish. Xatarli psixologik kasal. G'azablanishlik o'zi yaxshi narsami, yomon narsami? Kerak narsami, kerak emas narsami? Shuni hal qilib olaylik. G'azab insonning tabiatida bor bo'lgan bir sifat. Va bir kishini g'azablantiradigan ish bo'lganda ham g'azablanmayotganligi ham normal holat. Tushunarlimi? Normalniy odamda g'azab bo'ladi. Faqat bu normalniy odam qayerda g'azab qilish kerak, qayerda g'azab qilmaslik kerak, farqini bilish kerak. Musulmon odamda g'azab bo'ladimi? Bo'ladi. Allohning hududi buzilganda g'azabi keladi. O'zini shaxsiyatiga nisbatan odamlar tajovuz qilsa, o'zi uchun g'azablanadigan o'rinda odamlarda avf qiladi, kechiradi. Mo'min kishi Alloh uchun g'azab qiladi. O'zini shaxsiyati uchun emas. O'zi uchun g'azablanadigan o'rinda mo'min odam odamlarni avf qiladi, kechiradi. Siz bilan bizga har bitta ishda ibrat namuna bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. U zot g'azab qilarmidilar? Ha, g'azab qilardilar. Qachon g'azab qilardi? Sahihaynda keltiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga o'g'rilik qilgan ayolni qo'lini kesmaslik uchun shafochilik qilib bir kishi keldi. Bu Mahzum urug'idan, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan hurmatli ayol edi, hurmatli xonadonning ayoli edi. O'g'irlik isbotlandi, qo'li kesilishi kerak. Allohning haddi jazosi qo'llanishligi kerak. Shunda o'rtaga tushgan odam shu Allohning hududini qilmaylik deb kelganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq g'azab qildilar. Chunki bu kishi Allohning hududini, Allohning jazosini qo'llamaslikni talab qilib kelgan edi. Rasulullohning g'azabi shunda yuzlaridan ko'rindi. Aytdilar: "Innama ahlaka bani Isroila annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu." Banu Isroilni halok qilgan narsa nima edi? Ichida sharif, hurmatli odam o'g'irlik qilsa, jazolamay qo'yib yuborishar edi. Zaif, notavon odam o'g'irlik qilsa, jazolashar edi. Allohga qasam, "Law anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Allohga qasamki, agar Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, qo'lini albatta kesgan bo'lardim. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azabi keldi. Nima uchun? Allohning hududi buzilganligi uchun. Imom Tabaronidan Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan: "Ma ra'aytu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam intaqama li nafsihi." Hadisni raviysi aytadi, Rasululloh hech qachon o'zini shaxsiyati uchun birovdan intiqom olganini ko'rmadim. Faqatgina Allohning hududi buzilganida intiqom olar edi. Agar Allohning hududi buzilsa, qattiq g'azablanar edi. Bizga ibrat bo'lgan Rasululloh Allohning hududi buzilganda g'azablangan. Bu hadisdan qanday xulosa olamiz? Mana bir qancha hadislar o'qidik. Xulosa. Rasulullohning sunnatiga ergashgan kishida g'azab bo'lish kerak ekanmi? Kerak ekan. Albatta bo'lish kerak. Faqat uni g'azabi Alloh uchun bo'ladi. Biz birodarlar o'zimiz uchun g'azablanishimizning cheki yo'q. Doim o'zimiz uchun g'azablanamiz. Ammo Allohning hududi buzilgan paytda parvo qilmay o'tib ketib qolamiz ko'proq o'rinda. Misol, mahallada qizlar avratlarini ochib yurgan bo'lsa, indamay o'tib ketaveramiz. Hech bo'lmasa tiling bilan qaytar degan payg'ambarimiz munkarni ko'rganda, "Ey, bunaqa qilib yurmagin, uyat bo'ladi" deb ham qo'ymaymiz. Bu so'z bilan nasihat qilishlik hech kim man qilmaydi. Bunday qilmagin deb qo'ysa, otasi o'lib qolmaydi. Lekin indamay o'tib ketyapsizmi? Xo'p, gapira olmaysiz. Eng kamida qalbingiz bilan yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, shu iymonning eng bir kichkina ko'rinishi.
Ammo gunoh masiyatni yaylayotgani ko'rib turib indamay ketayotganligingiz Alloh saqlasin. Endi biz g'azabimiz nimaga bo'ladi? Bir narsa yeta olmay qolsak, g'azabimiz keladi. Shahvatimizni qondira olmay qolsak, g'azabimiz keladi. Bir narsa tegmay qolsa, g'azabimiz keladi. Bu yomon g'azab bu. Bu yomon g'azab. O'zini asabiylashmanglar. Chunki nerv kletkalari qayta tiklanmaydi deydi doktorlar. O'shuning uchun ko'p psixovat qilgan odam, nervli odam tezroq tugaydi. Mana tabiblarda so'zlaridan g'azablanmaydigan kishi o'zini ko'p kasalliklardan saqlaydi. Asabni, yurakni, davleniyani, hazm qilishni buzilishi, oshqozon kasalliklari, hatto yazvaga ham ta'sir bor ekan. Nervli bo'lishlaydi. Sahobalardan birini molini o'g'irlab ketganligini aytishdi. Haligi sahobiy aytdiki, xotirjam turib, Parvardigor, molini olgan kishi agar muhtoj bo'lganidan olgan bo'lsa, mayli. Alloh barakali qilgin unga. Mayli, roziman, barakali qilgin unga. Ya'ni kechirdim. Agar haddidan oshib olgan bo'lsa, kerak bo'lmasdan turib o'g'irlikni kasb qilgan bo'lsa, bas bu uning oxirgi gunohi bo'lsin. So'ra. Agar to'yonga ketayotgan bo'lsa, oxirgisi shu bo'lsin, qaytib qila olmay qolsin shu o'g'irligini. Ammo muhtoj bo'lib olgan bo'lsa, bo'yni uzilib ketsin, qo'li o'liginga buyursin. O'sha chiqarib olsak mazzada, chiqarib mazza qilishlik bitta mazza bo'lsa, Alloh uchun yutib turib, ajrda Allohdan umid qilishlik bu boshqacha mazza. Buni hamma ham totib ko'rgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi so'radi. Bu hadis Abu Dovuddan. Ma yubaiduni min g'adabillahi azza va jalla. Savol: "Ya Rasululloh, meni Allohning g'azabidan nima uzoqlashtiradi?" Faqala alayhissalatu vassalam: "La taghdab. Innama yubaiduka min ghadabillahi azza va jalla alla taghdab." G'azablanma. Seni Allohning g'azabidan uzoqlashtiradigan narsa g'azablanmasliging dedilar. Mana shu hadis g'azabimiz kelgan paytda yodimizga tushsa zo'r bo'ladi. Allohning g'azabidan qo'rqamizmi? Qo'rqamiz. Uzoq bo'lishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Nima qilaylik ekan? G'azablangan kishi g'azabi kelgan paytda ahvolini bilasiz. Ko'zlari shunday chaqnab ketgan, tomirlari ishgan, yuzlari qizargan, nima deyotganligini ham bilmaydi. Oilani vayron qiladigan so'zni ham ayni g'azablangan holda aytadi. Gapirib oladi, keyin shinagini totadi. Keyin orqaga qaytara olmasdan oilasini boshini toshlarga uradi. Shuning uchun g'azab kishini zaifligiga dalolat qiladigan sifatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, yuqoridagi hadisimiz Imom Ahmaddan edi, Ibn Umar roziyallohu anhudan edi. Keyingi hadisimiz Abu Dovuddan, "Man kadama g'oydan va huwa yastati'u an yunfizahu da'ahu Allohu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyi al-huri sha falyakhudha." Kimki bajarishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa, g'azabini chatishlikka quvvati bor, imkoniyati bor. Uni g'azablantirgan yo bolasi, yo ayoli, yo qo'lidagi ishchisi. Bemalol zahrini chashib olsangiz bo'ladi. Shunaqa g'azabini sochishga imkon bo'lib turib, g'azabini tiysa, mukofoti nima? Qiyomat kunida Alloh taolo butun haloyiqni boshiga chaqirib uni qaro ko'zli hurlardan xohlaganini olishga ixtiyor beradi. Nima uchun? G'azabini yutgani uchun.